Bugun birinchi kuni bitta tortiladi, xudo xolisa. Ertadan 2 mahal o'tamiz, hoji aka. Kushetkaga yotasiz, tortamiz. Necha metr yura olasiz? Yo'q, yotaring, stulga o'tirib oling. Sizdan keyin yotadi. 15 metr yura olasizmi shunaqa qilib? Undan keyin yana ketadi. Xo'p. Yaxshi. Endi mo tomonga yuraning. Gimnastika mashq bajarasiz aka endi. Gimnastika kanalimizda telefonda bor. Anaqa balonga o'tirasiz uyda, choy ichayotganingizda. Imkon qadar yana bir etap qildik, ikkinchi etapga kelinadi. Qattiq joyda yotiladi, taxtada. Qattiq joyda. Hozir endi mana holatingizga ishonib yurib yormang. Taxtada qattiq joyda bir oy yot berasiz, umurtqalar o'ziga kelib damib oladi. Grija so'rilishni boshlaydi. Men ochib qo'ydim oralarini. Kundan kunga so'rilib kiraveradi. Yotib olib gimnastika qilasiz, ha? Bu yerni bitta yurib berasiz. Yaxshi. Yaxshi anchalar. Endi lekin bitta narsa yotsangiz kundan kunga yana ancha qo'yaveradi. Tikka bo'lib qoldingiz yaxshi ancha. Mana shu holatga qarab o'tirib, mashina minib ko'chada anaqa qilmaysiz, yurmaysiz. Xudo xolisa bir oydan bir ko'rishamiz aka.